Zamon bilan hamnafas yurishni istagan moda ixlosmandlari va havaskor dizaynerlar navbatdagi liboslar namoyishida yig'ilishdi. Namangan viloyatida bo'lib o'tgan Libos millat ko'zgusi milliy liboslar ko'rgazmasi davomida 15 nafar yosh dizaynerlar tomonidan yaratilgan liboslar keng omma e'tiboriga havola etildi. Mana bugungi ko'rgazmada biz milliy kiyimlarni olib chiqdik. Biz bu kiyimlarimiz o'rta yoshdagi ayollar uchun, qizlar uchun moslangan bo'lib, atras, atlas milliylikka e'tibor qaratilgan. Taassurotlarimiz yaxshi. Mana kelgan mehmonlar ham xursand bo'lib, yaxshi o'tirishibdi. Atlas, adras, beqasam kabi matolar uyg'unligida yaratilgan liboslar esa tomoshabinlar tomonidan alohida olqishlarga sazovor bo'ldi. Shuningdek, bolajonlar uchun yaratilgan maxsus kiyimlar ham ko'pchilikning diqqat markazida bo'ldi. Men bu ko'ylakni kiyganimdan juda ham xursandman. Men bu ko'ylakni motorga chiqqanimda ham kiymoqchiman. Menga bu ko'ylak juda ham yoqdi. Ayniqsa mana bu toshlari. Ko'ylak juda ham chiroyli ekan. Sahnaga chiqqanimda juda ham hayajonlandim. Taqdimot so'ngida faol ishtirok etgan dizaynerlar tashkilotchilar tomonidan diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Ma'murjon Ergashev, Jo'rabek Kamolov, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun